Do'stlar, hammaga salom. Mana mototsikllar. Hech qaysini hujjati yo'q. Manzil Samarqand viloyati, Kattaqo'rg'on shahar. Yetkazib berish xizmat qo'shimcha pulga ana qilaveramiz. Hozir hammasini zavod qilib, narxini hammasini aytib o'tib ketamiz. Motorlari bo'lgan hammasini mana bu Minsk bilan Yava hozir baraka bo'ldi. Ha, endi bilan ham bir bunday anavinga obzor qilib ketamiz-da endi. Xo'sh, Minskda narxi 3,5 million. Buniki ham 3,5 million. Bu 5 million. Ozgina o'tib berilayotgan joyi bor. Kelib olayotgan bo'lsangiz, haydab ko'rsangiz, shu 100 ming, 200 ming o'tib beramiz. Bunday katta pul o'ta olmaymiz. Cook 5 million, 4 million, 6 million. Bular 7 millionga baraka bo'ldi, $1400 ga baraka bo'ldi. Mana uni zavodchi Kamoljon. Noshkachasi yo'q, buni noshkasi yo'q, buni noshkasi yo'q. Ikkan noshkasi yo'q, ularniki bor. Motor ketgan aka. Evet. Şu motorlari apkatkaga olib baloni yangi. Sidinkalar chexol bo'lgan. Mana Vasxod. Mana ham bir zavod qilyapti. Sidinkalar chexol bo'lgan, kraska bo'lgan. Şu faralar yonadi aka. Pavrotnilari yonadi. Fara pavrotnilari yonadi. Hammasiniki. Bu hammasini farasi, pavrotnilari yonadi. Hammasi olib ketgan. Motor qilinganmi? Motorlari bo'lgan hammasini Motorlar yonadi. ha, mana hamma narsasi yonadi. Bo'l. Mana ham ishlaydi, aka. Bunisi ishlaydimi bu? Speedometer ham ishlaydi. Buni speedometerlari ham ishlaydi. Yeta gaz berdi. Motori zo'r ishlayapti, motor chiyillab ishlayapti aka. Olib ketgan motorlar. Bo'l, o'chir. Tushunmayman. Zavod ichida Ha, bu suv tomibdi-da, bu ana qilib. Qani zavod qilingan? Hamma bular ishlaydi, ha, hammasi. Bo'ldi. Endi bu Yavaga bir qarang-da, buni rangini, buni sostanasini, buni hozir ovozini eshitasiz. Hali bunaqasini o'zim obzor qilmadim-da. nima bo'ldi?
Hamma narsa ishlaydi, ha? Taxometr, spidometr hammasi ishlaydi. 1-2 minut gaz ber endi. Taxometrda bitta ko'rsatib. Taxometr. Bo'ldi. Shu do'stlar,